Karlsonning arvoh o'ynagani. Ertasi kuni tushki ovqat mahalida oyisi bilan dadasi Mittivoydan Tomga qanday qilib chiqib olding deb so'rashdi. Nima, chordoqdagi tunikadan chiqib oldingmi? Deb so'radi oyisi. Yo'q, men Tomda yashovchi Karlson bilan birga uchib chiqib oldim, dedi Mittivoy. Oyisi bilan dadasi bir-birlariga qarab qo'yishdi. Yo'q, bunga ortiq chidab bo'lmaydi, dedi oyisi. Bu Karlson degani meni jinni qiladigan bo'ldi-da. Menga qara, dedi dadasi. Tomda yashovchi Karlson deganing shunchaki bir gap, yo'q narsa. Yo'q narsa emish, deb takrorladi Mittivoy. Kechasi u har holda bor edi. Oyisi tashvish bilan bosh chayqab qo'ydi. Yaxshiyamki, ha demay, ta'tilga chiqasan-u buvinikiga jo'naysan. U yoqqa Karlson izingdan bormas deb o'ylayman. Bu ko'ngilsizlik haqida Mittivoy o'ylamagan ham edi. Axir uni yaqinda butun yozga qishloqqa buvisining oldiga jo'natishadi-ku. Demak, u Karlsonni 2 oy ko'rmaydi. To'g'ri, yozda buvisinikida mazza qilib dam olsa bo'ladi, biroq Karlsonchi? Mittivoy qishloqdagilarda Karlson bu tomdan ketib qolsa-chi? Mittivoy tirsagini stolga suyagancha boshini changallab o'tirardi. U Karlsonsiz yashashni sira tasavvur etolmasdi. Nima? Tirsakni stolga qo'yish mumkin emasligini bilmaysanmi? Deb so'radi Beten. Yaxshisi o'zingizga qarang-chi, dedi Mittivoy g'ijinib. Mittivoy, tirsagingni stoldan ol, dedi oyisi. Senga gulkaram olib beraymi? Yo'q. Karam yegandan ko'ra ochimdan o'lganim ma'qul. Iye, dedi dadasi xo'rsinib. Bu nima gap? Yo'q, rahmat deyish kerak. 100,000 million kron turadigan bolaga nega hadeb buyruq qilaverishadi, deb o'yladi Mittivoy o'zicha, lekin bu haqida gap ochmadi. Axir o'zingiz yaxshi bilasiz-ku, gulkaram yegandan ko'ra ochimdan o'lganim ma'qul deganim, yo'q rahmat deganim-da, deb tushuntirdi u. Tarbiya ko'rgan odamlar bunaqa demaydi, dedi dadasi. Axir sen odobli, qobil yigit bo'lmoqchisan-ku. Yo'q, dada, men sizday bo'lmoqchiman, dedi Mittivoy. Oyisi, bosi, Beten xoxolab kulib yuborishdi. Mittivoy ularning nega kulishganini tushunmadi. Dadamga kulishyapti deb o'yladi. Bunga sira chidab turolmadi. Ha, sizga o'xshamoqchiman, dada, siz juda yaxshisiz, dedi Mittivoy dadasiga tikilib turib. Rahmat o'g'lim, dedi dadasi. Nima, chindan ham gulkaram yeging yo'qmi? Yo'q, gulkaram yegandan ko'ra ochdan o'lgan ma'qul. Axir, u juda foydali-ku, dedi oyisi xo'rsinib. Ovqat qancha bemaza bo'lsa, dedi Mittivoy, shuncha foydali bo'ladi shekilli. Men shuni bilmoqchi edim. Nega endi hamma vitaminlar bemaza ovqatda bo'ladi? Vitaminlar shokoladda va saqichda bo'lishi kerak, albatta, dedi bosi kalaka qilib. Keyingi vaqtlarda aytgan eng aqlli gaping shu bo'ldi-da, dedi Mittivoy jerkib. Tushki ovqatdan keyin Mittivoy xonasiga kirib ketdi. U Karlsonning uchib kelishini sabrsizlik bilan kutardi. Axir Mittivoy hademay qishloqqa jo'nab ketadi. Shuning uchun ham ular tez-tez uchrashib turishlari kerak. Aftidan Karlson Mittivoyni sabrsizlik bilan kutayotganini sezgan bo'lsa kerak. Mittivoy derazadan shunday qarashi bilan Karlson uchib kelib qoldi. Bugun isitmang yo'qmi? Deb so'radi Mittivoy. Mendami? Isitmang nimasi? Menda hech qachon isitma bo'lmaydi. Boyagi shunchaki o'z-o'zini ishontirish edi. Isitmam bor deb o'zingni o'zing ishontirdingmi? Deb so'radi Mittivoy hayron bo'lib. Yo'q. Isitmam bor deb seni ishontirdim,
dedi Karlson xursand bo'lib va xoxolab kulib yubordi. Qani topchi, dunyodagi eng zo'r lofchi kim? Karlson joyida bir zum tik turmasdi. Gaplasharkan xonadan u yoqqa bu yoqqa tinmay yurar, to'g'ri kelgan narsani ushlab ko'rar, qutilarni birma-bir ochib yopar va har bir narsani sinchiklab ko'zdan kechirardi. Yo'q, bugun hecham istimam yo'q. Bugun otdayman, sal ko'ngilxushlik qilmoqchiman. Mittivoyning ham o'ynagisi bor, biroq u avval dadasi, oyisi Bosi va Beten Karlsonni ko'rishlarini istardi. Mittivoy ularning Karlson xayoliy narsa deyishlarini boshqa eshitgisi kelmasdi. Meni birpas kutgin, dedi. Mittivoy shosha-pisha, hozir kelaman. U oshxona tomonga g'izillab chopib keldi. Bosi bilan Beten uyda yo'q edi. Bu Mittivoyga juda alam qilardi. Xayriyatki oyisi va dadasi kamin oldida o'tirishgan ekan. Mittivoy hayajonlanib dedi. Oyi, dada, tezroq meni xonamga kiringlar. U hozircha Karlson haqida hech nima demaslikka qaror qildi. Oyisi bilan dadasi Karlsonni to'satdan ko'rsa yaxshi bo'lardi. Balki biz bilan birga o'tirarsan, dedi oyisi. Biroq Mittivoy oyisining qo'lidan tortdi. Yo'q, sizlar mening xonamga borishlaring kerak. U yerda bir narsa ko'rasizlar. Mittivoy axiyri ularni ko'ndirdi. Dadasi bilan oyisi Mittivoyga qo'shilib uning xonasiga ketishdi. Mittivoy xursand bo'lib xonaning eshigini lang ochib yubordi. Nihoyat ular Karlsonni ko'rishadi. Biroq esankirab qolgan Mittivoyning yig'lab yuborishiga sal qoldi. Xonasida hech kim yo'q edi. U bir gal butun oilasini Karlson bilan tanishtiraman deb olib kelganda ham xonasida hech kim bo'lmagandi. Xo'sh, biz bu yerda nimani ko'rishimiz kerak? Deb so'radi dadasi. Nima bo'lardi? Hech nimani, deb qo'ldiradi Mittivoy. Uning baxtiga telefon jiringlab qoldi. Dadasi telefonda gaplashgani ketdi. Oyisi gaz pechida shirin pirog borligini eslab qoldi-yu, shosha-pisha oshxonaga chiqib ketdi. Xullas, bu gal Mittivoy ularga tushuntirib o'tirmadi. Mittivoy yolg'iz o'zi qolgach, deraza oldiga borib o'tirdi. Karlsondan juda xafa bo'ldi. Agar u uchib kelguday bo'lsa, ko'ngildagi bor gapni to'kib solishga ahd qildi. Biroq hech kim uchib kelmadi. Buning o'rniga kiyim javoni eshigi ochildi-yu, Karlsonning makkarona basharasi ko'rindi. Mittivoy hayron bo'lganidan qotib qoldi. Bu yerda nima qilyotding? Deb so'radi Mittivoy hangu mang bo'lib. U yerda tuxum ochayotgandim, desam yolg'on bo'ladi. Bu gapga ishonmaysan. O'z gunohlarim haqida o'yladim, desam ham yolg'on gapirgan bo'laman. Balki tokchada yotib dam oldim, desam to'g'ri bo'lar. Ha, shu gap juda to'g'ri, dedi Karlson. Mittivoy Karlsonni xafa bo'lganini shu zahoti unutib, u Karlsonning topilganidan behad xursand edi. Bu ajoyib kiyim javoni bekimachoq o'ynash uchun yasalgan ekanda, kel o'ynaymiz. Men hozir yana tokchada yotaman, sen meni qidirasan, dedi Karlson. Karlson Mittivoyning javobini kutmasdanoq kiyim javoniga kirib berkinib oldi. Mittivoy u javonning yuqori tokchasiga qanday tirmashib chiqayotganini eshitilib turardi. Mana endi qidir, deb qichqirdi Karlson. Mittivoy kiyim javoni eshigini ochdi-yu, darrov tokchada yotgan Karlsonni ko'rdi albatta. Qo'ye, juda bemazasan-da, deb qichqirdi Karlson. Nima? Kravatning tagiyu yozuv stoli orqasi yoki boshqa joylarga qarab meni bir oz qidirsang bo'lmasmidi? Rost, shunaqa ekansan. Men sen bilan boshqa o'ynamayman. Juda yaramas ekansan-ku. Shu payt tashqaridan qo'ng'iroq tovushi eshitilib, dahlizda oyisining ovozi eshitildi. Mittivoy, Krister bilan Gunilla kelishdi. Bu gapni eshitiboq Karlsonning kayfi chog' bo'ldi. Shoshmay tur, hozir ularni qiziq qilamiz, deb shivirladi u Mittivoyga. Orqamda javonning eshigini qattiqroq yopib qo'y.
Mitvoy javon eshigini endi yopib bo'lgan edi. Xonaga Gunilla bilan Krister kirishdi. Ular ham Mitvoylarning ko'chasida turishar, u bilan bir sinfda o'qishardi. Mitvoyga Gunilla juda yoqardi. Shuning uchun ham u Gunilla juda yaxshi qizda deb oyisiga ko'p maqtardi. Mitvoy Kristerni ham yaxshi ko'rardi. Peshonasini g'urra qilganini allaqachon kechirib yuborgandi. To'g'risi ular Krister bilan tez-tez urushib turishadi, biroq o'sha zahotiyoq yarashib olishadi. Aytmoqchi, Mitvoy yolg'iz Krister bilan emas, ko'chasida hamma bolalar bilan urushadi, biroq Gunillani hech qachon urmagan. Qiziq, nechuk Gunillani shu vaqtgacha biror marta ham urmading? Deb so'rab qoldi onasi bir kuni. U shunaqangi ajoyib qizki, urgani qo'ling bormaydi, dedi Mitvoy. Lekin baribir Gunilla ba'zida Mitvoyni juda xunob qilib yuboradi. Kecha uchovi maktabdan qaytib kelishayotganda Mitvoy ularga Karlson haqida gapirib beruvdi. Gunilla bo'lmagan gap deb xoxolab kulib yuborsa bo'ladimi? Krister ham Gunillaning gapiga qo'shildi. Shuning uchun Mitvoy unga bir tushirib qoldi. Krister ham bo'sh kelmay unga tosh otdi. Lekin hozir ular go'yo hech gap bo'lmaganday Mitvoynikiga mehmon bo'lib kelishdi. Krister bo'lsa hatto kuchugi Yofani ham olib keldi. Mitvoy Yofani ko'rib shunday sevinib ketdiki, hatto javon tokchasida yotgan Karlsonni ham butunlay esidan chiqayozdi. Dunyoda itdan yaxshi narsa yo'q-da, deb o'yladi Mitvoy. Yofa dik-dik sakrab g'inshir. Mitvoy uni quchoqlab erkalar, silar. Krister uning yonida turib, Mitvoyning Yofani silab erkalaganini xotirjam kuzatardi. Axir u Yofa bitta yarimta odamning iti emas, o'zining iti ekanligini yaxshi bilardi-da. Shuning uchun ham u Mitvoy kuchugi bilan bemalol to'ygunicha o'ynasin deb qo'yib qo'ygandi. Mitvoy Yofa bilan o'ynayotganda Gunilla to'satdan piching aralash so'rab qoldi. Tomda yashovchi Karlson og'ayning ko'rinmaydi? Qani u? Uni senikida ko'ramiz deb o'ylovdik. O'shandan keyingina Mitvoy Karlsonning javon tokchasida yotganini esladi. Biroq u Karlsonning bu gal nima qiliq ko'rsatishini bilmagani uchun ham u haqida Krister bilan Gunillaga hech nima demadi. Mana sen Gunilla tomdan yashovchi Karlson haqidagi gapimni o'zi to'qiyapti deb o'ylaysan-a? Kecha sen Karlsonni shunchaki bir xayol deding-a? Bo'lmasam-chi, albatta xayolda, dedi Gunilla va xoxolab kulib yubordi. Yuzida kulgichlari paydo bo'ldi. Bordi-yu, xayol emas, rost bo'lsa-chi? Deb so'radi Mitvoy ayyorona. Axir u chindan ham yo'q narsa-ku, deb gapga aralashdi Krister. Hech-da, deb qichqirib yubordi Mitvoy. Mitvoy bu janjalni musht bilan emas, so'z bilan hal qilishga urinib ko'rsammikan yoki Kristerni bir ursammikan deb o'ylashga ulgurmagan ham ediki, birdan kiyim javoni ichida qattiq va aniq qiyqiriq eshitilib qoldi. Qo'-qo'-qo', bu nima? Deb so'radi Gunilla hayron bo'lgancha, olchaday qip-qizil og'izchasini katta ochib. Qo'-qo'-qo', yana javon ichidan chinakam xo'roz qichqirig'i eshitilardi. Kiyim javoningga xo'roz qamab qo'yganmisan? Deb so'radi Krister ajablanib. Yofa irillab kiyim javoni tomonga qarab qo'ydi. Mitvoy xoxolab kulib yubordi. U qotib-qotib kulganida sira gapirolmasdi. Qo'-qo'-qo' 3-marta eshitildi. Hozir javonni ochib nima borligini ko'raman, dedi Gunilla va kiyim javoni eshigini ochdi. Krister ham chopib kelib javon ichiga qaradi. Avvaliga ular kiyimdan bo'lak hech narsani ko'rishmadi, sezishmadi. Lekin birozdan so'ng yuqori tokchada kimningdir qiqirlab kulgani eshitildi. Krister bilan Gunilla yuqoriga qarashib tokchada yotgan kichkina semiz odamni ko'rib qolishdi. U qo'lini boshi tagiga qo'yib o'ng oyog'ini osiltirgancha o'zala tushib yotar, uning moviy sho'x ko'zlari kulib boqardi. Krister bilan Gunilla bu odamchaga qotib
indamay qarab turishardi. Faqat Yofa o'qtin irillab bordi. Gunilla sal o'ziga kelgach, eshitilar-eshitilmas qilib: "Bu kim?" deb so'radi. "Shunchaki xayol", deb g'ijindi g'alati odam.